Buni qanday qiladi bu Qashqadaryoliklar? Bu sabrni, bu mehmondo'stlikni qayerdan olgan bular? Hayron qolasan. Yaqinda iftorlik bo'lib qoldi. G'uzorda dedi zo'r tandir qiladi deb maqtadi odamlar. Keyin bordik, 3 kishi bordik. Borsak, sal yo'lni vaqtini noto'g'ri olibmiz. Iftorlik vaqtiga to'g'ri kelib qoldi. Shunaqangi odam ko'p, shunaqa talpa o'chirit. Bizni Samarqanddan kelganimizni bildi, mashinaga qarab nomerdan. Sразу mehmonlar keldi. Joy beringlar deb 12 kishilik kabinani bo'shatib bersa bo'ladimi? Hali kabinada o'tirganlar ham yana yomon ham gapirmaydi. Qaramaydi ham, yomon ham qaramaydi, kulib chiqib ketyapti-da, mehmon marhamat deb. Keyinlar akalar o'tirsak hammamiz sig'amiz deb biz ham xijolat bo'lyapmiz-da. Yo'q, o'zlaring bemalol o'tiringlar, biz shu yerda odammi deb turib joy berib, yana chiqib navbat kutib orada kelib so'rab ketyapti. Biron kamchilik bo'lmayaptimi? Biron xizmat yo'qmi? Aytaveringlar bemalol deb. Qoyil qoldim. Borki, qanday qilyapti shu narsani? Qashqadaryolik tanishlardan bir so'rab ko'raylik. So'ranglarchi, men qoyil qoldim. 1 oydan beri, 2 oydan beri Qashqadaryoda yashab ishlayapman. Ketkim kelmay qoldi bu yerdan. Qashqadaryolik og'alarga katta rahmat.